Qo'ldagi titroq doim ham Parkinson kasalligi degani emas. Parkinson kasalligi bu miyada dopamin degan modda kamayib ketishi bilan bog'liq sekin rivojlanuvchi nevrologik kasallik hisoblanadi. Bu kasallikning asosiy belgilari bu qo'l oyoqlarda titroq bo'lishi, asosan tinch holatda, harakatlarning sekinligi, yuz mimikasining kamayishi, yozuvning sekinlashishi va yozuvning kichrayishi va qomatning oldinga egilib qolishi. Lekin esda tuting, Parkinson bu faqat titrash degani emas, chunki Parkinsonning ayrim turlarida titroq umuman bo'lmasligi ham mumkin. Parkinson kasalligining qo'shimcha simptomlaridan bular uyquning buzilishi, depressiya, xavotir, sezgi organlaridan hid bilishning kamayishi va qabziyat ko'p uchraydi. Agar shu kabi simptomlar sizda yoki sizning yaqinlaringizda kuzatilayotgan bo'lsa, albatta nevropatolog ko'rigiga boring.